Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarim, men ashaddiy obunachilarim. Bu video sababini boshida aytib o'taman. Kimgadir qiziq bo'lib qolishi mumkin. Oldin shu Obod qishlog'ida yashab, Moskva shahriga ko'chib ketgan akalarimiz nomidan oshqi berishyapti bugun. Damir akamiz, Toyir akamiz, Marat akamiz nomlaridan. Shu akalarimizga rahmat aytib qolamiz. Qo'ldan kelgancha like-larni bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaymiz. Kimda kim reklama xizmatlari kerak bo'lsa, mana shu nomerga aloqa chiqamiz. WhatsApp nomeri bo'ylangan. Podpisa qilib like-larni bosib, qo'llab-quvvatlaymiz. Hammaga omad. Videoni kuzatishda davom eting. Sog' salomat bo'linglar. Xudoy qilib yaraman. Alloh taolo shu qiladigan xayr xudoylaringizni, ehsonlaringizni dargohida qabul qilsin. Xonadonlaringizda tinchlik, osoyishtalik ato qilsin. Qiladigan kasb-kor ishlaringizga rivoj nobil bersin. Nasib bo'lsa mana o'tganlarga yo'qlab qiladigan ehsonlaringizga Alloh rozi bo'lsin sizlar. O'tganlar arvohi ham sizlardan rozi rizo bo'lsin. Umidlaringiz uzoq bo'lsin. Safarlaringiz bexatar bo'lsin. Mana o'ynab kulib ketdinglar. O'ynab kulib ketishga Alloh nasib qilsin. Ming murod niyatda tursa iloha yetinglar. Yozadigan dasturxonlaringizga el xalqqa qilgan qarzlaringizga hammasiga sizlar ham rozi bo'linglar. Yosh kunlarda diydorlashaveraylik, mana shunaqangi ulug' bir hayit bayramlarda mana diydorlashishdi. Mana uzoqga suzilsin. Nasib bo'lsa, ana shunday elning ichidan kelib ketib, oshna oilalarni o'tmaganlar sizlarga ham rahmat. Alloh umrlaringizni ziyoda qilsin. Yana nimalar deymiz? Mana shuncha ko'rmagan, anchadan beri ko'rmagan oilalarni ko'ryapsizlar. Diydor g'animatda bu, 5 kunlik dunyo. Diydorlashtirishlikni Alloh birdan nasib qilsin. Bola chaqalaringiz bilan, oila a'zolaringizga sog'-omon bo'linglar, Alloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فرج البصر هل ترى من فطور. ثم عرج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير. إذا ألقوا فيها سميعا لها شهيقا هي تفور فكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سلم خزنة ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا نزل الله من شيء أنتم في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فتروا في بذنبه فاسقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة أجر كبير.
وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات صدور ألا يعلم ما خلق هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوه منامك بكل رزق إليه نشور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر صدق الله العلي العظيم صدق برسول الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله tilovati Qur'oni zey Parvardigora o'qilgan Qur'on tilovatini qilinadigan ihsonlarni, qurbonliqlarni, xayr xudoylarni, savob samaratlarini avvalo barcha o'tgan payg'ambarlarni Odam Safiyullah, Nuh Nabiyullah, Isa Ruhiyullah, Musa Kalimullah, Ibrohim Halilullah, Ismoil Davud Zabiyullah, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam haq hurmatlaridan barcha o'tgan sahoba ikromlar, mujtahidlar, tobiinlar, avliyolar, anbiyolar duoda qolashtirgan birodarlarimiz, xususan ihson qiluvchi birodarlarimizni orqalaridan umid qilayotgan umidgar arvohlar haq hurmatlariga duo o'tganlar, Bilirmomiz ruh poklariga, kimyo xolamiz ruh poklariga. Xo'sh, bolalaringiz ismlar. Bilmiya xolamizni, Gulminur momalarimizni ruh poklariga fisabilillah baxshida qildik. Alloh o'tganlarni jannatga daxil qilsin, oxiratlarini obod, iymonlarini o'zlariga hamroh qilsin. Barcha o'tgan marhumalarning qabrlarini Qur'on nurlari bilan munavvar qilgan bo'lsin. Bularni yo'qlatib turganlarni umrlarini uzoqdan ziyoda qilsin. Qiladigan ihsonlarini Alloh beriyo dargohida qabul qilsin. Bismillah. Allohum aghfir li wal walidayya wal ustozi wal jami'i mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya min awmat innaka mujib da'wat wa rafi'ad darajat manzul barakat wal qawzal hajat bi rahmatika Allohu akbar. Hamalarimizga rahmat. İhsanlarınızı Allah dergahıyla kabul ediyor. Allahu Ekber. Daryoda qabul qilsin ihsonlar. Sizga video tashlayman. Bo'ldi, gap yo'q. Hadi şimdi mi alayım? Choynalarni qavrolinga 3-4 tumanlarda yuvilgan choynalar. Kallaga qo'yma, xuddi turaman. Qarang. Reja siz ishlang. Reja san'atni ko'rsating. Osiyo, Yevropa bo'yicha. Sayflar qo'shib qo'yishga, qo'shib bilan hammasini qo'yishga. Ishlar bilmaydi. Qavrolinga. Toji.
Agar men maqtov yetamasam, maqtov men olmish pul, shashini puli mana. Ochilishda bu. Hasan yanında mı? O güzel. Hayır dursun ne var? Kızı görelim. Ama işte bu. Oy bey. Oy. Bunlar ama çıkıp tuttu. Aslak ya salak bir böyle salak. Biraz bunu böyle. Gecikmeyle. Abi atıyor iki oyna. Amin sog'lik bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, qadam yetdi, balo yetmasa, har doim mana shunaqa kelib yuringlar, sizlar bilan davramiz chiroyli bo'lib tursin. Qadamlaringizga hasanat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, bir-birimizga mehmon bo'lish nasib qilsin. Hammamizga borib mehmon bo'lib kelinglar. Amin. O'tganlarni yodlab
boshqalar bilan tadbirlar qilishimiz بسم الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين بيرجع نعم الدريم يشكر أننا خير خوي يصلى لنا قوال الله نميك نتكلم يربنا بير يادر قوي تقبل umrlarini uzoq qilishlarni javda qiladigan kasbkorlarga rivoji komil bersin nasib etaman bismillah deydilar biz keldik ota yurtdagi gapda ber o'zbekiston ona yurtdagi gap nasib bo'lsa mana endi mehmon emas aslida o'sida ham mehmon yurtga o'zbekiston vatanda endi xorijda yashash taqdir qilgan ekan alloh taolo biz rizqlarimiz o'sha yerda ekan bunga ham bir narsa deb bo'lmaydi bunlar ziyoda o'shalarda ham hech kamlik xorlik zorlik ko'rmayman allohning nazarida bo'ladi biz yaxshi kunlarda diydorlashni alloh nasib etsin agar qo'rqsa yana to'qib qo'yadi